Kimdir keldi shekilli. Shundoq qaraverman, hozir bitta ish qilyotgandim telefonda. Adasi menimcha erkak kishiga o'xshayapti-da. Uyda siz bo'lib turib men qaraymanmi? Hozir o'zim qarayman. Adasi, sabzi olib kelib bera olasizmi? Osh qilmoqchi edim, sabzi qolmabdi. Ha, do'kon mana bitta bo'lsa, shundoq borib olib kelsang bo'ladi-ku o'zing ham. Voy. Uyda siz borsiz, men chiqib kelamanmi? Bo'pti. Shuncha uyga kirib chiqyapmanmi? Tepadagi lampochkani ko'rdingizmi? Bittasi ishlamayapti. O'shani to'g'rilab qo'ying. Shuni o'zing ko'rgan ekansan, bilgan ekansan. O'zing ham to'g'rilab tashlasang bo'ladi-ku, narvonni prochnisidan, ishonchlisidan zo'rdan olib kelib qo'yganman, yengil bo'lsa, shundoq qo'yib almashtirib yuborsang bo'ladi-ku. Erkak kishining ishi-yu, endi men qilmayman, siz ishingizni. Bo'pti. Haliroq qilib qo'yaman o'zim. Mashina ochib bering, ocha olmayman. Ha, o'zing ham ocha olaysan, bemalol. Shu paytgacha o'zing ochgansan, endi sho'tta kelganda menga ochtirmoqchimisan shuni ham? Ocha olmayman-da. Yomon dangasa bo'lib ketyapsan-da. Har safar menga ish etasan. O'zingni qo'lingdan keladigan oddiy ishlarni ham boring, chiqib keling, boring anuni qarang, boring mana buni qiling, anuni qiling, mana uni qilingdan yog'iga o'tmay menga faqat yuklayapsan ishlaringni. Men sizga idish-tovoq yuving yoki ovqat qiling demayapman. Men sizga erkak kishi qilish kerak bo'lgan ishni qiling deyapman. Buni o'zim ham ocha olaman, lekin siz ochishingizni xohladim. Chunki oilada erkak kishining o'rni borligini bildirib turish bu ayol kishining vazifasi hisoblanadi. Siz turganda erkak kishi qilish kerak bo'lgan ishlarni qiladigan bo'lsa, siz bu narsaga o'rganib qolib, ertaga bundan ham qiyinroq ishlarni menga qildiradigan bo'lib qolasiz. Onam doim aytardilar, erini erkakligini bildirib turgan deb. Ayol kishiga haqiqiy erkaklar yoqadi.